Jetour T1 avtoblogerlar bu mashinani nasihat qilish, rosa urinishda videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, bitta ko'ringlar kadrlarni. Tushunishingiz uchun bu mashina umuman sezmadi bunaqa sinovlarni. Men toza qonli mototsiklist sifatida bu mashinani testga olib, albatta bitta armadadan mana bunaqa gorniy mototsiklni yoniga qo'ydim. Nimaga? Hozir bizda tog'li hudud bor. Bu yo'l notekisliklardan iborat, ko'rishingiz mumkin. 1,5 kilometr yo'limiz bor, lekin biz 500 metrga drag racing uyushtiramiz. Jetour T1 va Armadadan Toni Corolla Enduro. Полный приводga qo'ydim. Rock rejimda, bu degani горный rejim. Xudo xolasa 4 ta privod tortadi. Mototsikl rulda professional горный rider, chempion, O'zbekiston chempioni, to'g'ri karra Fehruz Usmonov. Let's go, 3 ta signalga. Bitta narsani unutmasligimiz kerak, Jetourdan bu crossover ham tog'da, ham shahar ichida o'zini juda yaxshi ko'rsatdi. Buni biz sinadik. Ko'pchiligi qiziq bo'lgan ma'lumotlardan biri bu narxi. 368,5 milliondan boshlanadi komplektatsiyasiga qarab. Off-road dizayniga qaramasdan, salon juda ham qulay. Katta ekranda hamma kerakli narsalarni kontrol qilasiz. Mashina baland, shaharda hammaga tepadan qaraysiz. Ochig'ini aytsam, ikki dunyoni o'zida mujassam qilgan Jetour T1 zo'r taassurotli qoldirdi.